Tömür Sıcağının öldürülgenligi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Tömür Sıcağın Xotanga yurish qilganda, qo'l ostidagi qirg'iz askarlarini Xotanga yurish qilishga buyurgan edi. Ular buni qabul qilmay qarshi chiqdi. Shuning bilan Tömür Sıcağın qirg'iz askarlarining boshlig'i bo'lgan Osman Alibekga suiqasd qilishga boshladi. Buni sezgan Osman Alibek 1933 yili 9 ayning 21 kuni butun askarlari bilan qochib taqqa chiqib oldi. Tömür Sıcağın ularni qaytirib kelishga ko'p tirishgan bo'lsa-mu, muvaffaqiyat topolmadi. 9 ayning 28 kuni Tömür Sıcağın nurg'un askarlarini Osman Alibekni tutib kelishga taqqa yo'ladi va o'zi mashinada o'ltirib Qaravuldagi baqqa havo elish uchun chiqib ketdi. Yangi shahardagi tunganlar buningdan xabar tepib, 50-60 tungan pidoi bo'lib, yangi shahar sepilidan yoshirincha chiqdi va Tömür Sıcağının oqshimi qaytishda mangadigan yo'lida yoshirinib yotdi. Bulardan xabarsiz Tömür Sıcağın oqshimi bog'chidan qaytib, tunganlar yoshirinib yotgan yerga kelishi bilan o'qqa tutildi. Muhafizatchi va shopiri bilan qo'shilib shu yerda o'ldi. Tunganlar Tömür Sıcağının beshini kesib elib, yangi shaharga qaytdi. Bu hodisadan 3 soat o'tgandan keyin Majisa butun kuchi bilan Koni shaharga hujum qildi va Tömür Sıcağının askarlarini mag'lub qilib shaharni oldi. Tunganlar bir kecha kunduz shahar ichi va teshida dahshatli qirg'inchilik va bulang-talang qildi. Shuning bilan Qashqar Koni shahri bir hafta Majisaning qo'lida qoldi. 1-ayning 5-kuni Osman Alibek tog'dan butun qirg'iz quvvatlari bilan kelib, Qashqar Koni shaharga hujum qildi. Tunganlar og'ir holda mag'lub bo'lib, yana yangi shahar sepili ichiga kirib oldi. Osman Alibek Qashqar Koni shaharni elib, o'zini Tömür Sıcağının o'rniga Sıcağın deb e'lon qildi va Qashqar hukmdori bo'ldi. Tömür Sıcağının bütün odamlarini o'ziga tava qilib, 2 haftadan keyin Qashqar yangi shaharni muhosara qildi. Lekin tunganlar sepildagi istihlolarida qattiq turib mudofaa qildi. Bu arada Tömür Sıcağının qo'mondonlaridan Hafiz Ahmad Xon va Hamdam Beg qatorliq kishilar Xo'ja Niyoz hojining qishig'i borimiz deb askarlarini elib, birdan ikkidan Osman Ali Begdan ayrilib, kuchaga ketgili boshladi. Natijada Osman Alining kuchi ojiz qoldi va yangi shaharning muhosarasi ojizlashdi. Osman Ali Sıcağın bo'lgandan keyin Sabit Damulla hojim yoshirinib yotgan yerdan chiqib, Osman Ali bilan yaxshi munosabat o'rnatdi. Buning sayesida Xotanlik va G'arbiy Turkistonlik muhojirlarni yeniga to'plab, Xotan hukumati bilan aloqa qilish organi shaklida, ya'ni Xotan idorasi jamiyatini qurdi. Bu jamiyatning maqsadi Qashqarda asta-asta Xotan hukumatining ta'sirini kuchaytirib, Qashqar bilan Xotanni birlashtirishdan iborat edi. Xotan hukumati buni qo'lladi va butun chiqimlarini Xotan g'azinasidan berdi. Qisqa bir vaqtda bu jamiyat taraqqiy qildi. Hatto bir miqdor askariy kuchmi to'pladi. Osman Alining qo'l ostidagi bir qism qo'mondonlarmi maxfiy holda Xotan idorasi jamiyatiga qaytildi. Bu jamiyatning muvaffaqiyat qozonishidagi muhim omil birinchi, Xotan hukumati ta'minlagan xeyli ko'p moddiy yordam. Ikkinchi, Osman Alining aysh ishratga berilib ketib, atrofdagi ishlardan xabarsiz yurganligi edi. Osman Ali g'ayratlik va botir yigit edi. Afsuski o'zi savotsiz bo'lib, askariy qo'shinni yetaklash qobiliyati va tajribasi yo'qdi. Shuning uchun hokimiyati 2 oydan oshiq davom qila olmadi. Onunga tava bo'lgan cho'ng qo'mondonlardan O'zbek Setovaldijon, Yusufjon va qirg'izlardan Obraz Bey, Chipak Qozi, Abduxoliq va
Adi qatarlıqlar Osman Ali'din narazi bulup onunğa aşkarı düşmanlık qilishga başıldı. Osman Ali bunu ko'ribla o'ziga sodiq bo'lgan birer mingdak qirg'iz askarini to'plab, butun to'p, o'q, dori qatorliq qurollarni elib, bir kechada taqqa qochdi. Osman Ali qochgandan keyin qolgan butun askarlar O'razbegning qo'l ostida qoldi. O'razbeg darhol 1000 dak askar bilan Yusufjonni Osman Alining orqasidan qo'g'lab tutib kelishga avatdi. Yusufjon ushtum-tut hujum qilib, Osman Alini va eng ishonchli odami bo'lgan Xo'sh Muhammadni tutib, bir qism to'p va qurollarni o'lja ilib Qashqarga yenib keldi. Shuningdan boshlab Qashqarda ma'muriy ishlar Sobit Damulla hojimning va askariy ishlar O'razbegning mas'uliyatida bir hukumat shakllanib, ya'ni Xotan idorasi jamiyati amaldan qoldirildi. Mushundaq bir paytda Hindistondan va Turkiyadan kelgan ba'zi, ya'ni mojiroparast kishilar o'ttirg'i chiqishdi. Bular o'zlarini, ya'ni cho'ng ishlar qilgan, ya'ni katta bilarman deb ko'rsatib, hukumat ishlariga, hatto askariy ishlarga aralashqili turdi. Bulardan ba'zilari Sobit Damulla hojimning eng yaqin maslahatchilari bo'ldi. Sobit Damulla hojim Xotan hukumatining yoki Xo'janiyaz hojining fikrini so'ramasdanla ministrlar kabineti qurdi. 1933-yili 11-oyning 12 kuni o'zi bosh ministr va boshqa 16 a'zodan tarkib topgan ministrlar kabineti vaqtliq, ya'ni Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumati deb murosim bilan e'lon qildi. Bu kabinetning a'zolaridan 3 kishidan boshqasi Milliy inqilob komiteti a'zolaridan bo'lmasdan xalq nazarida bu xizmatga loyiq odamlardan emasdi. Shunga mayli Xotan hukumati bo'lsin yoki Xo'janiyaz hoji bo'lsin, bu hukumatni e'tirof qilmadi. Sobit Damulla hojim mazkur kabinet nomidan butun Sharqiy Turkistonda bir tutash qo'llandi degan hukm bilan qog'oz pul chiqardi. Ammo yuqorqidagi norozilik sababidan bu pul Qashqardan boshqa yerda oqmadi. Yeri kelganda bu voqealarni tafsiliy so'zlab o'taman. Urumchidagi hodislar 1933-yili Atiyaz faslida Jinsho'rin hokimiyati ostida faqat Urumchidala qolgan edi. Guchang Tungallarning va Jimsar Xo'janiyaz hojining qo'liga o'tgandan keyin Jinsho'rin xatarlik ahvolga tushib qoldi. Urumchi hukumati ichidagi muhim kishilar orasida Jinsho'rinni og'dirib o'tish uchun yoshirin harakat boshlanadi. Jinsho'rin uzun zamondan beri ko'chman oq o'rislarni askarlikka elishdan ehtiyot qilib kelgan edi. Lekin Xitoy askarlari bilan milliy inqilobni besiqtirib bo'lolmaganlikdan u majburan oq o'rislardan askarlikka elib, ularni inglizlardan setib olgan qurollar bilan qurollantirdi. 1933-yilining o'ttiridan boshlab ko'chman oq o'rislar bilan Jinsho'rin orasida bir ishonchsizlik paydo bo'lib, bu ishonchsizlik bag'an siri kuchaydi. Oq o'rislar bir tarafdan milliy inqilobning kengayib ketganligidan andisha tushangan bo'lsa, yana bir tarafdan eng muhimi Jinsho'rinning Sovet ittifoqi bilan munosabatini yaqinlashtirishi ularning oqibati uchun eng xavfli bir ish edi. Oq o'rislar bilan Jinsho'rin o'ttirisidagi ishonchsizlikning ulg'ayib ketishida Urumchidagi Sovet konsulxonasining roli bor deguchilarmi oz emas. 1931-yili Xitoy-Yapon urushida Yaponlardan qochib Sovet ittifoqidan panolik tilagan Manjuriyalik Xitoy askarlaridan bir qismini 1933-yili Sovet hukumati Jinsho'ringa o'tkazib berdi. Bu askarlarga 1933-yili 1 va 2 oyda asli Manjuriyalik bo'lgan Shingsayni, ya'ni Shinjihui degan unvon bilan qo'mondan qilib, Qumul va Turpan urushiga soldi.
Keyincha Aq O'rislar va Manjuriyadan kelgan Xitoy askarlar o'rtasida Jinshoringa qarshi bir ittifoq maydonga keldi. Bular maslahatlashib 1933-yili 4-oyning 12-kuni Urumchi Nangwanda turishliq 400 askar bilan birlashib Jangjuan Yamunga besib kirdi. Jinshorinni vazifasidan ilib tashlashni talab qildi. Jinshorin bu voqeadan xabardor bo'lganligi uchun Yamunga xeyli ko'p askar to'plagan edi. Ikki qism o'rtasida qattiq urush bo'ldi. Oxiri Jinshorin mag'lub bo'ldi. U jinidan ayrilib qilishdan qo'rqib, qo'zg'alonchilarga maxfiy odam chiqarib, o'zi yolg'iz bola chaqalarini elibla Urumchidan chiqib ketishni iltimos qildi. Qo'zg'alonchilar bu talabni qabul qilib, Jinshorinni bola chaqalar bilan bir mashinaga silib, orqa darvozadan chiqaribdi. Jinshorinning askarlari boshliqlarining qochqanlarini anglab, Aq O'rislarga taslim bo'ldi. Jinshorin shu qochqincha 4-oyning 24-kuni cho'chak orqali Sovetga o'tib, u yerdan Xitoyga ketdi. Jinshorin qochqandan keyin, ya'ni o'lkada xavfsizlikni saqlash oliy komiteti degan bir hay'at qurildi. Oliy komitet 80 yoshga kirgan Ma'arif noziri Liuan Longni rais deb Manjuriyadan kelgan askarlarning boshlig'i Deng Jingni harbiy ishlarga boshliq qilib tayinlagan edi. Oliy komitet birinchi xalqning hayotini, mol-mulkini muhofazat qilish, ikkinchi Jinshorinning hayotiga va mol-mulkiga daxl qilmaslik, uchinchi Sovet konsulxonasini qo'g'dash degan 3 moddalik qarorni e'lon qildi. Shu kunlarda Shinsey askarlarini elib Qumuldan Urumchiga keladi. Bu vaziyatda Oliy komitet Shinseyni 4-oyning 14-kuni harbiy nozir va ya'ni Duban, ya'ni harbiy vali yoki chegara mudofaa qo'mondoni qilib tayinlashga majbur bo'ladi va 44 kishidan tarkib topgan, ya'ni vaqtliq o'lkalik hukumat quriladi. Hukumat a'zolari ichida Liu Wenlong, ya'ni rais, Gemirkin, Papangut, Shinsey, Nazarbek, ya'ni Qumul Vangi, Hüseyin Bay, Abduqodir, Abov, Tungbov va Jongvan qatorliq kishilar bor edi. Hukumatning e'lon qilgan qarorlarida siyosat, iqtisod va ma'rifda har millat huquqda barobar bo'lish, har millat kishilaridan imtihon elish yo'li bilan va saylam qonuni bo'yicha hukumat xizmatiga qatnashish va tashqi ishlar Xitoy markaziy hukumatining qo'lida bo'lish qatorliq moddalar bor edi. Bu chaqda shaxsiy yoki siyosiy ko'z qarash jihatdan Shinseyning Duban bo'lishiga qarshi chiqqanlar birlashib, uni og'dirishni planlagan. Buningdan xabar topgan Shing bir qancha Xitoy mansabdorlarini va Aq O'rislardan Gemirkin va Papangutlarni tutib olib o'ltirib etgan. Shinsey huquqni qo'lga olgan hamon Xo'janiyaz hojiga odam avatib, o'zining Jinshorin va Xo'janiyaz hoji o'rtasida imzolangan, ya'ni Shimogo kelishimiga amal qilganligini bildirgan. Bu arada Xitoy markaziy hukumati Shinseyning faoliyatlarini kuzatish uchun va bu yo'l bilan Sharq Turkistondagi Xitoy markaziy hukumatining nupusini kuchaytirish maqsadi bilan Urumchida turg'izishga bir siyosiy hay'at yo'llagan. Lekin Shinsey bu hay'atni hech bir ishga aralashtirmagan. Hay'at raisini har xil yo'llar bilan qo'rqitib, Xitoyga qaytib ketishga majburladi. Ma Zedong shu kunlarda 1933-yilning o'ttirlarida Xo'janiyaz hoji va Mahmud Muhiddinni mag'lub qilib, Turpan, Pichan, Qari shahar va Barkul qatorliq joylarni egallagan. Bu joylardagi yerlik xalq va tungallardan ko'p sonda askarlikka elib, xeyli kuch to'plangan edi.
bir bölüm askarlarini Maxeyin qo'mondonligida 6 oyga avatib, o'zi 9-oyning 20-kundan boshlab Urumchiga yurish qildi. Bu jarayondagi urushlarda Shinsey mag'lub bo'lib Urumchiga chekingan edi. Ma Jungyun Jang Bayvan bilan birlashib, uning bilan birlikda Urumchiga hujum qilishga kelishdi. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek, G'ulji viloyati Urumchidan ayrilgandan keyin Jang Bayvan viloyatni o'z oldiga idora qilib, askar to'plamoqda edi. U Xitoy, Tungan, Taranch, Qozoq va qalmoqlardan 15 mingga yaqin askar topildi. Sovet ta'sirining Sharqi Turkistonga kirishini to'sash uchun nihoyat ko'p kuch sarf qildi. Rossiya chegarasini toza ching tutdi. Buningga norozi bo'lgan Sovet hukumatı Jang Bayvanga zarba berish fursatini kutib turadi. Maxeyin 6 oyni olgandan keyin Cho'chak va Manasnimo qo'lga tushirib, Davanchingdan Urumchiga hujumga o'tgan Ma Jungyunning qismlari bilan birlashishga tirishdi. Jang Bayvan askarlarini elib Urumchiga qarab yurish qiladi. Shuning bilan Urumchi to'rt atrofidan qo'rshovga ilinadi. Ma Jungyun 1934-yili 1-oyning 12-kuni Urumchiga besib kirib, Nanguan bozori, Aydurum va radio stansiyasini qo'lga tushirdi. Shinsey eng xavfli holda turayotgan bu paytda Sovet ittifoqi Sharqi Turkistonga askar kirgizib, urushga aralashdi. Sani noma'lum bir Sovet qo'shini tanka, top, zambirak va aeroplanlar bilan chegirdan o'tib, Jang Bayvanning qismlariga hujum qilib, ularni tarmar qilibdi. Uningdan keyin Ma Jungyunga hujum qiladi. Urumchiga g'arbiy shimol tarafdan uchib kelgan aeroplanlar Ma Jungyunning askarlarining ustiga yomg'irdek bomba va o'q yog'dirib, teri-perang qilib o'tadi. Tunganlar nurg'un askarlaridan ayrilib, parakanda holda Turpanga qochadi. Hatto bu urushda Ma Jungyunning o'lgan xabari tarqaldi. Davanching mag'lub bo'lgandan keyin Ma Jungyunning hujum qilish kuchi hech qolmaydi. 6 shaharga berishdan qo'rqib, kuchadagi quvvatlarini qaytirib keladi. Qattiq aloqazodlik ichida qoladi. Jang Bayvanni qechib ketayotgan chig'da tog'da o'z odamlari o'ltirib o'tadi. Ya'ni Jang Bayvan o'zini o'ltirib olgan degan so'zlarmi bor. Bu chog'da G'uljidagi taranchlar va tunganlar birlashib, mudofaaga hozirlanib, qattiq turib urushgan. Oxiri taranchlar Turdi Axun Bay degan birisining tashabbusi bilan taslim bo'ladi. Tunganlar bo'lsa janubdagi tog'larga qechib ketgan. Qozoq va qalmoqlarmi tarqilib, tog'lardagi yayloqlarga qechib ketgan. Qochqan tunganlar Tangri tog'laridan Kunas va Yulduz yo'li bilan mingib, Ramazon oyida Kuchaga keldi. Mana shuning bilan Sovet ittifoqining oshkor askar kirgizib, yordam qilishi bilan Sharq Turkiston Shinseyning mutlaq hokimiyati ostida qoldi. Turdi Axunbay G'ulji viloyatiga Dotay, ya'ni vali bo'ldi. Sovet askarlari top tanklarini elib, o'z chegarasiga kirib ketdi. Urumchi hodisalarida tegishli qo'limizga kelgan ma'lumotlar qisqacha yuqoridan iborat. Jinshorinning og'dirilishi, Shinseyning do'ban bo'lishi, Sovet ittifoqdoshining Shinseyni qutqizish uchun askar kirgizishi va hatto Ma Jungyunning Sharq Turkistonga ikkinchi qatim yana chiqishi, bularning hammasi sirli hodisalardir. Bularni qorong'u sir pardasi orqasidan yo'riqlikqa chiqarib, haqiqiy mohiyatini o'tirg'a qo'yish kelgusida tariximizdagi tadqiq qiladigan ziyolilarimizga omonat qilingan bir vazifadir. Yana Xotan va Qashqar vaqalari. 1933-yili 10-oydan boshlab Xotan hukumatining vazifasi tuvandagi mazmunlarga markazlashdi. 1. Xo'janiyaz hojiga askariy va moddiy yordam avatish.
Ikkinchi, Qashqar yangi shahridagi Majisa boshliqidagi tunganlarni yo'qotish uchun Qashqar hukumatiga askariy yordam avatish. Uchinchi, Sharqdagi chegaramizni, ya'ni Chorqiliq va Lop ko'li atrofidagi joylarni tunganlarning hujumidan mudofaa qilish. Xo'ja Niyaz hojiga yordam avatishga boshlig'imizni yuqorida bayon qildik. Xo'ja Niyaz hoji tunganlarning hujumiga qarshi mudofaada bir oz g'ayrat ko'rsatgan bo'lsa, men yoki ikki inimning birsi Xotanning asosliq askariy kuchini elib yordamga bormoqchi bo'lgan edik. Qashqar hukumat a'zolari va askarlari har xil murakkab kishilardan tarkib topganligi uchun tashkiliy qurilish kuchsiz edi. Shuning uchun Qashqar yangi shahardagi tunganlarga qarshi aktiv bir hayat elib bormasdan faqat mudofaa vazifasida turibdi. Bu vaziyatni hal qilish uchun Sabit Damolla hojim Xotan hukumatidan yordam talab qilib, orqa-orqadan xat va vakil avatkili turdi. Biz darhol Amir Abdulla boshchiligida birer mingdak askarni Yangisarga yo'lladik. Lekin Qashqarga kirishga oldirmaslikni va Qashqardagi bir-biriga zid qo'mondonlar bilan samimiy bir ittifoq shakllangandan keyin andin kirishni topshirdik. Amir Abdulla berilgan vazifa bo'yicha Yangisarda to'xtadi. 1933-yili 12-oyning 18-kuni Sabit Damolla hojim Yangisarga keldi va Amir Abdulla bilan to'liq ittifoqlashishni o'ttirg'i qo'yib muzokara elib bordi. Natijada Qashqar yangi shaharga janub va sharq tarafdan Amir Abdulla, g'arbiy va shimol tarafdan Qashqar askarlari birli vaqtda hujum qilishni qarorlashtirib, hujum qilish vaqt soatini bekitishdi. Bu muzokaradan keyin Damolla hojim Qashqarga qaytdi. 1934-yili 1-oyning 6-kuni bekitilgan vaqtda Abdug'ani Axun qo'mondonligida 800 kishilik otliq qo'shin yangi shahardan 15 ming kilometr uzoqlikdagi Tozg'un kentiga keldi. Lekin Qashqardagi o'zbek qo'mondon Yusufjon belgilangan soatda hujum qilishni qabul qilmaganlikdan Qashqar hukumati ichida ichki ixtilof tug'ildi. Majisa bu voqeani anglab, butun kuchi bilan Tozg'unga ushtumtut hujum qilib, Abdug'ani Axun bilan 500 askarini turayotgan madrasada muhasirga ilib oldi. Boshqa yerda 300 dak askari bilan turayotgan Xotan qo'mondonlaridan Muhammad Hoji va Ali Qozonlar bu ahvolni ko'rib, Yangisarga qochdi. Abdug'ani Axun nihoyatda botirlik bilan urushib 5 soat mudofaa qilib turgan bo'lsa-mu, o'q dorilari tugab ketib, taslim bo'lishga majbur bo'ldi va 300 ga yaqin askar bilan asirga ilindi. Qashqar hukumati Majisaning hujum xabarini anglab turib, Tozg'unga yordam yo'llamadi. Bu voqeadan keyin Amir Abdullani Yangisardan Yarkandga qaydirib kelib, o'rniga Amir Nur Ahmadni 1000 kishilik qo'shin bilan avatdik. Uningga Qashqarda o'zbek va qirg'iz askarlari bo'ladi ekan, yordam uchun askar yo'llamaslikni uqtirdik. 1933-yili 12-oyning boshlarida sharqdagi chegaraga Keriyadagi askarlarimizning qo'mondoni Kamal Damollani yo'lladik. Kamal Damolla Chorqiliqqa berib, Turpan va Gansu chegaralarini kuzatib chiqdi. Qarshi tarafga muntazam xabarchilarni yo'llab, ahvol egallash xizmatini obdan ishladi. Lop noyisining Kunchi degan yeridagi xalq Xotan hukumatiga bo'ysunganligini bildirib, Kamal Damollaning qo'l ostiga kirdi. Bu asnoda Qashqarda yuz bergan voqealar haqiqatan yurakni pora qiladigan hodislar edi. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek, Qashqar hukumat a'zolari va askarlari qashqarliklar, o'zbek muhojirlar va qirg'izlardan iborat nihoyatda murakkab omillardan tarkib topgan edi. Bular
doim shaxsiy manfaat yoki o'zlarining layoqatsizligi tufaylidan bir-biri bilan ixtilof turg'izib, bo'linib, kuchsiz bir holatga tushib qoldi. Shuning uchun 6000 kishilik qurolli Qashqar hukumati qo'shinining yangi shaharda muhosirga ilingan 1500 tunganga kuchi yetmadi. Hatto tunganlar kundan kunga kuchlanib, pat-pat yangi shaharning teshiga chiqib, atrofda bulang-talang qilib, oziq to'playdi. Koni shaharga hujum qilib, parakandichilik salatdi. Mana shuning uchun Sabit Damolla hojim Xotan hukumatidan yordam talab qilishga majbur bo'lgan edi. Bu echinishli ahvolning sababini va voqealar to'g'risida bir oz ochiqroq ma'lumot berishni foydali deb hisoblayman. Qashqar hukumat a'zolaridan az bir qismi ko'p qobiliyatli, qimmatli kishilar bo'lsa-mu, ba'zilari G'arbiy Turkistondan yangi kelgan, tegi-takti majhul va gumonliq odamlar edi. Ba'zilari Sharq Turkistonlik bo'lsa-mu, inqilob tashkilot a'zolaridan emasdi. Og'zida vatanparvar, bilimsiz va jiddiy pozitsiyada bo'lmagan kishilar edi. Sabit Damolla hojimning maslahatchilari va kotiblarining to'lisi mazkur majhul muhojir kishilardan edi. Qashqar hukumati askariy qismining tarkibida Qashqar xalqidan askarlikka ilinganlar bek oz bo'lib, ko'pchiligi G'arbiy Turkiston muhojirlari va qirg'izlardan iborat edi. Gerçi bular hammasi turk va musulmon bo'lsa-mu, tabiiy jihatda bir-biridan alohida farqli insonlar bo'lib, o'zaro chiqisholmaslik hodislari og'ir edi. Bu ixtilofni to'g'ri boshqarish va muntazam bir tashkil orqali hal qilib ketish mumkin edi. Afsuski, hukumat a'zolari bo'lgan va Damolla hojimning maslahatchilari va kotiblari bo'lgan mazkur kelib chiqishi noma'lum sirliq muhojir zotlar hukumat va askar ichidagi yuqorqidek ixtiloflarni tuzitish uyoqda tursin, aksicha ularning orasiga fitna fasod urqini terib, ittifoqsizlik paydo qilishga aktiv faoliyat ko'rsatdi. Ular oldi bilan qirg'iz qo'mondonlaridan Adi Beg bilan boshqa qo'mondonlar orasida dushmanlik paydo qildi. Adi Begning g'arq ishkanligini bahona qilib, uningga qarshi o'zbek qo'mondonlaridan Yusufjon va qirg'izlardan Abduxoliqni kuch kiritib o'ltirgizib etdi. Adi Begning 500 kishilik askarining qurollarini tortib oldi. Uningdan keyin Yusufjon bilan Abduxoliqning orasini buzib, yuqorqidek bir fitna hozir qildi. Abduxoliq Adi Begga o'xshash oqibatga duchor bo'lib qolishdan ansirab, Qashqardan qochib, Yarkanga Amir Abdullohning qishig'a kelib oldi. Lekin heliqi fitnachilarning kuch kiritishi bilan Damolla hojim Amir Abdullohga xat yozib, Abduxoliqning bir vatan xoini ekanligini bildirdi. Uni va askarlarini darhol qurolsizlantirib, qo'lga ilishni tavsiya qildi. Amir Abdullah Damolla hojimning bu so'zi bilan Abduxoliqning 300 dak askarini qurolsizlantirdi va o'zini nazarband ostida Xotanga yo'lladi. Uningdan keyin navbat Yusufjon bilan O'razbegning orasidagi buzishga kelgan edi. Dal shu chaqda yuqorida bayon qilingan tozg'un fojiasi yuz berdi. Lekin O'razbeg o'zi muloyim bir kishi bo'lganligi uchun Yusufbekka qarata yomon harakatda bo'lmadi. Ammo bu ikkisi bir-biriga ishonmaydigan, o'z ichidan dushmanlashadigan holatga keldi. Mana bu yomon niyatli kishilarning yuqorqidek sirliq faoliyatlari natijasida Qashqardagi qurol isib yurganlar vatanga xizmat qilishning o'rniga doim bir-biri bilan tirkishib turadi va bir-biridan qo'rqishib xotirjam yurolmaydi. Shuning bilan ular bir-biriga qarshi qurolliq guruh holiga kelib qoldi. Buzuq niyatlik bu odamlar Sabit Damolla hojimni aldab, ya'ni biz Sharqiy Turkistonga ziyonli bu tartib intizomsiz o'zbek va qirg'iz askarlarini
qurolsizlantirib, millatning haqiqiy farzand askarlari bo'lgan Qashqarlik va Xotanlik askarlarni qurollantiramiz deyishdi. Lekin keyinchi bularning asli maqsadining ichki ixtilofni kuchaytirib, Sharqiy Turkiston inqilobini bo'g'ib tashlash ekanligini oshkorladi.